Avvalambor assalomu alaykum. Mudofaa vaziri hurmatli Shuhrat aka G'ayratjonovich. Men Buxoro viloyati Vobkent tumanidan. Ismi sharifim Hoji Baxtiyor Sattorovich. Mening murojaatim shaxsan sizga. Men ham harbiy bo'lganman. Harbiylarning ichki tartibi, qonun qoidasini ozgina bo'lsa-da tushunganligim bois harbiylarning sha'nini, obro'yini kamsitmoqchi emasman. Aksincha, o'ta chuqur hurmat qilaman. Ammo guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlaridek, mudofaa ishlari bo'yicha Vobkent tuman bo'limi, Buxoro viloyat boshqarmasi qolaversa, Mudofaa vazirligi ishchi guruhi tomonidan hozirgacha e'tiborsizlik yoki tushunmovchilik kelib chiqmoqda. Men 2024-yilning dekabr oyidan shu kunga qadar bir necha bor telegramma yuborib, Mudofaa vazirligiga borib, vazirlikning kompyuter bazasiga bir necha marta ro'yxatga kiritib kelsam-da, bundan tashqari Mudofaa vazirligiga bir necha bor borib kelsam-da, sizga kira olmadim. Hurmatli Shuhrat aka G'ayratjonovich, sizdan iltimos, sizni qayta bezovta qilmaslik sharti bilan meni bir marta bo'lsa ham shaxsan o'zingizni qabulingizga kirishimga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Sizga katta ishonch va chuqur hurmat bilan fuqarongiz Baxtiyor Sattorovich Hojiyev. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Salomat